Hozir dachaga keldik. Dachani rum turini men bilan birga kuzating. Qani ketdik. Mana kiraverish jarayoni. Ko'ryapsizlarmi? Hammamiz oilaviy keldik. Bolalar. Mana ush ovqat qilishyapti. Abet, nima qilyapsiz? Qanaqa ovqat qilyapsiz? Bugun nima? Dimlama peshinga, kechqurunga keyin katta dizayn povurlarimiz keladi. Nima qilsin? Zakaz qilsa o'shani pishiramiz, xudo xolasa. Go'shtlar endi Kelmaganlar xafa bo'lmasin. Ha. Kelinglar, hali ham vaqt bor. Hali ham endi keldik o'zimizdan. Assalomu alaykum. Biz bugun dam olishga keldik. Ana bir yaxshi joy, shunday rohat qilib dam oladigan joy. Shuncha mehnat qilamiz, bir kungina dam olaylik. Hamma narsadan voz kechib Buxorodan chiqib keldik. Qayerga keldingiz shuni ham ayting. Tudako'lning bir chiroyli joyi, endi dam olish maskani, hamma sharoitlari tax ekan. Ana hammani taklif qilaman bu yerga kelish. Kelinglar hammalaringiz. Zo'r joyga keldik dam olishga. Hammani taklif qilasizmi? Hammani taklif qilamiz. Kelinglar. Ichida nimalari bor? Hamma narsasi, saunasi, dam olishma, ana bu yerda ovqat. Kechak olib keling bo'ldi. Faqat kiyim-kechak kerak. Boshqa hech nima kerak emas. Tamam. Rahmat, charchamanglar. Uyga kirganimiz bilan, xo'sh, bizani mana shunday katta oshxonasi kutib oladi. Katta oshxona. Bu yerda hol, xullas holda oshxona joylashgan. Hozir sizlarga mehmonxona. Bu yer mehmonxona va mana shunaqa karaoke zona. PlayStation ham bor ekan. Mana bu yer. Mazza. Xullas, bu yer mana shunaqa zal mehmonlar uchun. Bu yerga katta bitta yotoqxona. Не за что. Va bitta bu spalnida o'zini sanuzellar ham bor. Mana shunaqa sanuzelar. Xo'sh. Keyingisi esa общий sanuzel. Mana shunaqa общий sanuzellar. Bitta yana eng yoqgan joyi bor. Men suzishni bilmasam ham, mana bunga qaranglar. Wow, suvlari juda ham iliq ekan. Ko'ryapsizlarmi? Suvlari iliqligi tufayli endi bu yerda biz ayollar suzamiz, lekin men suzishni bilmayman. Bu dacha menga juda ham yoqdi. Eng yoqgan taraflardan biri erkaklarimiz maza qilib o'ynashlari uchun bilyard zonasi, bilyardniy zona. Xo'sh, bu yerda nima bor? Bu ham navbatdagi uy, bu detskiy uy qilsa ham bo'ladi, bolalar uxlashsa ham bo'ladi. Bu uyga hattoki televizor ham bor ekan. Shunaqangi katta xona. Xo'sh, endi oxirgi uy. Voy, bu yer qulf ekan. Uyimizni rum turi mana shunaqa bo'ldi. Bu juda ham chiroyli ekan. Nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol kelib, shu yerga dam olib ketsangiz bo'ladi. Uy juda ham chiroyli.